Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizle başlayımız. Leksiyede size qacırızı Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü sözleydiğin leksiyemizin mavzusu mundaq. Yaponiya parlament azaları Yaponiya Çavuşen'ge avval hücum qilish mümkünligini chetga qaqmaydi dedi mavzulu xabar. 5. ayının 1. günü Amerika Ovozning Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Washington. Yaponiya parlamentining bir necha nafar nopozliq arboblari haftaning 1. günü, ya'ni 5. ayının 1. günü Washingtonda mundaq ko'rsatdi. Çavuşen'nin raketa tehdidi aldığı Yaponiya Çavuşen'ge harbiy zarbi berishda avval hücum qilish bilan zarbi berish mümkünligini chetga qaqmaydi. Parlament a'zolari yana mundaq ko'rsatdi. Hozir dal Amerika Jungoni sinaydigan vaqt. Jungo zo'r tirishchanlik ko'rsatib Amerikaning Çavuşen'ge avval hücum qilishning oldini olishi lazım. Yaponiya Avam Palatasının a'zosi, Yaponiya Qo'g'dinish nazoratining naziri Itsuni, sobiq naziri Itsunori onu deydi hamda Qo'g'dinish nazoratining sobiq muavin naziri Aki Hisa Nagashima. Ama ismi murakkabken bu yapın deganlar. Haftanın 1. günü Washington Bilim Haznesi Strateji ve Tadqiqot Merkezi'de Yaponiyanın Prezident Trump devrideki Çavuşen siyaseti temisi da nutq sözlü. Itsunori mundaq ko'rsatdi. Çavuşen yerim arılı növbette Çavuşen urushidan keyingi eng jiddiy vaziyatga kirib qoldi. Çavuşenning raketa yasash iqtidori kuchaydi. Belki Kim Jong-un hükümeti raketa tadqiq qilib yasashdan hargiz voz kechmaydi. Itsunori mundaq ko'rsatdi. Çavuşenning yadro tahdidiga duch kelganda Yaponiya har qanday tanlashni chetga qaqmaydi. Jumladan Çavuşen'ge harbiy zarb berish jihati avval hücum qilishni chetga qaqmaydi. Itsunori tercüman arqalıq mundaq ko'rsatdi. Çavuşenning uzun musofirlik raketasi Yaponiya va Amerikaga haqiqiy tahdid paydo qildi. Shunlashqa bu navbatda biz barliq tanlashni ustal ustiga qo'ydik. Jumladan Çavuşen'ge harbiy zarb berish va avval hücum qilish shuning ichida. Her qanday tanlashni chetga qaqmaslik, jumladan harbiy zarbi berish va avval hücum qilish pozitsiyasi bu Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trumpning pozitsiyasidir. Prezident Trump o'zi Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri James Mattis hamda davlat ishlar kotibi Rex Tillerson aniq ko'rsatdiki, Çavuşen xatarlik davlatga aylandi. Amerika Çavuşen yadro meselelerini harbiy yo'l bilan hal qilishni chetga qaqmaydi. Biroq navbatda Prezident Trump Jungoda umid kutishdan voz kechmagandek turdi. Prezident Jungoning pishang bo'lish roliga davomli tayinishni umid qiladi. Chunki Beijing bilan Çavuşenning savdo sheriklik munosabatida Jungo Çavuşen savdosini, Çavuşen tashqi savdosida Çavuşen tashqi savdosining 90%'ni egallaydi. Prezident Trump agar Jungo Çavuşen meselesi yordam qilmaydigan bo'lsa, Amerika biz o'zimiz ish ko'rib Çavuşenga taqobil turamiz deydi. Itsunori mundaq hisobladi. Bu payt Amerika Jungoni sinaydigan bir paytdir. Jungo Amerika Qo'shma Shtatlarining Çavuşenga harbiy zarb berishidan saqlanamiz deydigan bo'lsa, Jungo zo'r tirishchanlik ko'rsatish lozim. Itsunori mundaq ko'rsatdi. Amerika navbatda ko'p tarafdan Jungoni sinayotidi. Butun dunyo Jungoga qarab turdi. Çavuşen yadro qurollardan sinaq qilishdan voz kechamdi yo'q.
Agar Jungo Chavshanni qo'shib, to'sib qola olmasa, Amerika avval hujum qilishini tasdiqlaydi. Shuning uchun Jungoning inkosi intayin muhimdir. Avval hujum qilish bilan zarb berish saqlash uchun men Jungo o'zining barliq tirishchiligini ishga solish kerak deb hisoblayman dedi Sunuri. Chavshanning Yaponiyaga tahdid solishiga taqobil turish 3-oyning 30-kuni Sunuri hamda Qo'g'dirish nazoratining sobiq noziri va Yaponiya Erkin Demokratlar Partiyasi Avam palatasining a'zolari Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe'ga taklifnoma yozib, Yaponiya hukumatining Amerikadan sot sistemasini setib Yaponiyaga o'rinlashtirishini talab qildi. Erkin Demokratlar Partiyasi bundaq hisob. Chavshanning raketa tahdidiga duch kelganda Yaponiyaning raketaga qarshi turish iqtidorini kuchaytirish kerak. Qo'g'dirish armiyasining raketaga qarshi turish iqtidorini moslashtirish kerak. Uningdan boshqa Yaponiya doiralari darhol hamchot loyihalab aloqador harbiy qurol-yarog' uskunalarni saplashni, yengillashni yuqori bosqichga ko'tarish lozim. Sonori haftaning 1-kuni Washingtonda bilim xazinasi so'zlagan nutqida bunday ko'rsatdi. Chavshanning Yaponiyaga tahdid solishi zo'raymoqda. Shunga Yaponiya tayyorlik qilish kerak. Sonori tarjimon orqali bunday ko'rsatdi. Chavshan qaysi vaqtda, qaysi yerdan raketa qo'yib berdi? Biz bilmaymiz. Chavshan 5 qatim yadrosini g'alib bo'ldi. Boshqa davlatlarning tajribasidan qaraganda 5 qatim sinov qilish ularning yadro qurollari yasash harakatining texnik jihatda tamomlanganligini ko'rsatib berdi. Undaqda bu ish Yaponiyaga zo'r tahdid deb qaralishi kerak. O'tgan yildan boshlab Chavshan 2 qatim yadro sınığı ve 20 qatımda ortiq raketa sınığı qilib bo'ldi. Bu yil 3-oyning 6-kuni Chavshan o'xshashli bir vaqt 4 dona raketa qo'yib berdi. Buning ichida 3 dona raketa Yaponiya dengiz iqtisod rayoniga tushdi. Qo'g'dirish nazoratining sobiq noziri Nagashima mundaq ko'rsatdi. Osiyo xatarlik vaziyatning o'zgarish arifasida turibdi. Bu Chavshanning tanqidi to'g'risida to'xtalib qolmay, u Chavshanning taqdiri to'g'risida to'xtalib qolmay, Jungoning tahdidi to'g'risida to'xtaldi. U Chavshanning tahdidi to'g'risida to'xtalib qolmay, Jungoning tahdidi to'g'risida to'xtaldi. U mundaq ko'rsatdi. Yaponiyaga nisbatan aytganda Chavshan darhol va amaliy tahdiddir. Lekin Jungoning tahdidi uzun muddatli tahdiddir. 2020-yilga borganda Jungoning harbiy ishlar hamchoti Yaponiya harbiy ishlar hamchotining 6-siga barobar keladi.